Navbatdagi bemorimiz yosh bola, burunda umuman yaxshi nafas ola olmaydi va tez angina bo'ladi. O'shaning uchun kelgan bizga. Ko'rganimizda ana adenoidi 3dan 2 qismini qoplab turibdi. Adenoidini olib tashlaymiz va bodomcha bezini to'liq olib tashlaymiz. Hozir ko'rsataman. Mana do'stlar, bemorimizni bodomcha bezini ko'rsatmoqchiman. Odatdagidan ozroq kattalashgan, lekin juda tez angina bo'ladi. Shuning uchun olib tashlamoqchimiz. Xudo xohlasa qiladi. Bemorimizni adenoidini olib tashladik, ham bodomcha bezini, ya'ni xalq tilida anginasini ham olib tashladik. Mana ko'rganimizda mana juda ham zo'r bo'ldi. Bitta ham qonagani yo'q mana. Juda ham yaxshi bo'ldi. Adenoidi ham olib tashlandi mana. Burni mana ochildi. Xudo xolasa ham yaxshi nafas oladi, ham umuman angina bo'lmaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar sizni bolangizda shunaqa muammo bo'lsa yoki o'zingizda qo'ng'iroq qilib maslahatini bering.